Sinor. To'yingga yetib keldimmi? Onasi. Voy otasi, rahmat. Zaksga nechta mashina aytding? 3 ta. Madami o'g'lini to'yiga nechta aytdi? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulimiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamindan o'taman deb ishladim. Onash! Voy onash! Ha, otasi? To'yga nechta odam aytdi? 300 ta. Madamin nechta aytgandi? Turistdan aka, turistlikdami? Sen 600 ta odam chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsa, madaminnikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, Rossiya shikoyat olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikoyat olib kelganimni. Mana qara. Sen sunnat bo'lganmisan? Ha. Bo'lmaganingda qo'shib yuborardim to'yga. Otasi menga qarang. 2 tagina qo'y so'yamizmi? Madamin nechta so'ydi? 2 ta qo'y, bitta inoq so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Ha. Pul ketsin, obro' ketmasin. Zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi, mana yerda kitob odam turadi. Mana yerda qovun tarvuz, mana yerda suv ichimliklar, mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan, xullas dasturxonimiz to'ladi. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamin nima qo'ygani bu yoqqa? Rossiyskiy shikolat qo'ygan.